Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda o'rni kucharilgan, fundament uchun tayyor joy o'rin bo'ladi. Ko'rib turganimiz mana shu joy o'rin o'rinlari kucharilgan, otiz o'rinlari ochilgan, undan tashqari molxona o'rinlari ham kucharilgan. Endi manzilni boshini aytib o'tib ketaman. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Ellikqal'a ofisida joylashgan bo'ladi. Shunday Qirg'izotga ketaverishingizda, Qushxonaga yetmay kirganingizda ikkinchi ko'chada bo'ladi. Ikkinchi ko'chada chap qo'lingizda joylashgan. O'rinlar yaxshi tramvop ishlangan, 30 o'rinlar ochilgan, dokumentlar hamma narsasi joy-joyida, hech qanday muammo bo'lmaydi. O'zi bu yerimiz bir emas, ikki joy o'rin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 40 metrga 30 metrda 6 sotka dokument chiqadi, lekin foydalanish uchun berilgan yeri 16 sotka, 15 sotka shunday bo'ladi. Orqa taraflar ham polniy foydalanish uchun o'zingiz nalogini to'lab foydalanasizlar. Ko'rib turganingizdek ana shu ikki o'rin ko'tarilgan. Bu yerda bir aka-ukalar bo'lsa olsa bo'ladi. Ikkovini bir qo'shib olganlarga kelishib, normal bahada xarid qilib olsanglar bo'ladi. Xarid hujjatida hech qanday muammo bo'lmaydi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Manzilda aytdim. Narxidan kelsak, narxi $3000 $6000 aytilib turibdi. Qatib qolgan baho emas, aytilishi. Bemalol kelib, savdolashib, tartishib olaverasizlar. Aka-ukalar bo'lsa, ikkovini bir qo'shib olaman degan odamlar bo'lsa, demarzon narxda kelishib chiqarib beramiz. Mana o'rinlari tramvop qilingan, arqalari ochilgan. Molxona taraflar ham o'rinlari kucharilgan. Ko'rib turganingizdek. Bemalol joy o'rin qarab turgan tanish bizlarga tashlab qo'yamiz. Agar mabodo joy samasangiz ham ehtiyojingiz bo'lmasa-da olib qo'ysangiz, ertaň xudo xolasa yana 2 yilga bu yerda bu bog'larga joy o'rin topib bilmaysizlar. Videoga like bosib esdan chiqmasin, ana shunday joy o'rin qarab turgan tanish bizlarga tashlab qo'yamiz. Hammaga rahmat. Do'stlar, orientir tushuntiradigan bo'lsam, bu taraf Bo'stondan kelish bo'ladi. Bu tarafimiz Qirg'izotdan kelish bo'ladi. Qushxonadan o'tganingizdan keyin ko'pirdan o'tib chapga kirganingizda ikkinchi ko'chada chap qo'lingizda joylashgan. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi.